Do'stlarim, Chang'an avtomobili deganda ko'pchilik inson yuk mashinasi deb o'ylaydi. Bugungi obzorimizda crossover Chang'an Unique avtomobili. Bu noodatiy va derskiy oblisovkalarga qarab turib, bu mashina elektromobilmikan deb o'ylamaylar. Bu kapot ostida 2 turbo va 226 vahshiy ot kuchiga ega. Avtomobilimiz 360 HD kamera bilan jihozlangan. Undan tashqari esa mana bu yerda bitta kamera bor. Bu nima uchun kerakligini hozir tushuntiraman. Jigar salonni ichiga taklif qilaman. Chiqish kelmay qoladi, ishoning. Boyaga sizlarga bitta kamera ko'rsatdim-ku, mana nima uchun xizmat qiladi. Mana bu knopkachadan bosasiz va mana bu yerda bemalol zadniy vidni tomosha qilib ketsangiz bo'ladi. Salon qismi haqida gapiradigan bo'lsak, kattagina bar, ko'p funksiyalarga ega bo'lgan displey, juda ham chiroyli. Undan tashqari avia tablo. Azizlarim, mashinaning ichida odam o'zini shunaqa bemalol his qiladiki, juda ham kenglik. Xuddi samolyotda avia kabinkasida o'tirganga o'xshaysizlar. Mana bu rulni qaranglar, juda ham chiroyli, o'zgacha dizaynga ega bo'lgan mnogofunksiyonalniy rul. Chang'an rohat, ado emasdir. Sizlarni qulay va foydali bo'lgan shartlar bilan kutib qoladi.